Assalomu alaykum ahli YouTube. Qalaysizlar? Sog' salomatmi? Kimda nima yangiliklar? Qanaqa kayfiyat? Bizlarda mana shunaqa hali noyabr oyining 10-chislosi bo'lsa ham Amerikada hozir qizg'in yangi yilga tayyorgarlik ketyapti. Bizlar ham kam bo'lmaylik, tezlashaylik, orqaga qolib ketmaylik deb qizimizni ikkinchi yangi yillari bu yil уже ko'proq famiga borib, Bibi Maryam nima qiladi, xursand bo'ladi deb dadasi borib mana shunaqa narsalar olib keldik. Bularni hammasini gazeta $900 ga oldik. Hammasi alohida. Mana bu Ded Moroz kiyiklari bilan kelyapti. Buni o'zi $170 mi shunaqa edi. Xullas kalon kimlar qiziqsa agar bular mana bu yerdagi narsalar. Bu yerda 1 yil oldin olgan narsalarimiz ham bor. Masalan, mana bu minyon $200 ga 1 yil oldin olinganda Amirxon juda ham xohlab, bu yoniga yaqin kelsangiz qo'shig'ini aytadi. Hozircha qimirlab turadi. Mana bu yerga bunaqa snegoviklarni qo'ydik. Bu 3 ta snegovikni o'zi $150. Mana tepadan nima daraxtni mana bunday qilib archaday bezab qo'ydik. Hali davom etyapti. Ana dadamiz ishlayaptilar. Bu yerda katta pochcham yordam beryaptilar oilalari bilan, baraka topsinlar kelib. Chunki mayda ish. Hozir mana bu daraxtni ham qilishadi. Uyda archani Muhammadjon sabirasi qildi. Endi uni faqat ukrashat qilishimiz kerak, chiroyli qilib. Uyda ham alohida sizlarga shorts qilib ko'rsataman. Mana bu yerda meni qizlarim, qirmizlarim bir xil pijama kiyib olib, opa-uka ikkalasi. Mana apasi Maryamga ko'rsatib o'tiribdi. Hozir darvozamizni chetlari ham bo'ladi, xudo xolasa. Muzika nimaga o'chdi, mushtari bonu? Bu yerda nima Alexa qo'yib qo'yapmiz kolonkacha. Har kuni kechqurun soat 4-5 dan soat 11 gacha imенно Новый годni Rождественский muzikalar chaladi. Va yana bir narsa zakaz qilaman hozir. U 2-3 kunda keladi. Undan keyin sizlarga alohida qo'yib ko'rsataman. Искусственный qor. Har qanaqadir yarim soat, 1 soatga qor yog'ib turadi. Uni ham olib ulab qo'ysang, men sizlarga ko'rsataman.